Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, akalar, ukalar, qolaversa bizni musofir yurtda tomosha qilayotgan hamyurtlarimiz, hammanglarga kun yaxshi kelishini tilagan holda bugun ijodlarimizni davom ettiramiz. Do'stlar, o'rtada ozgina pauza bo'ldi. Bunga o'ziga yarasha sabablari bor. Bugun yakshanba kuniga keladigan bo'lsak 7-dekabr Namangan mashina bozorida sizlar so'ragan mashinalarning narx-navosini kelib ko'rib sizlar uchun bilgani keldik do'stlar. Bu sovuq havoda do'stlar bizni mehnatimizni har doimgidek qadrlaysizlar degan umiddamiz. Like bosing, obuna bo'ling, izoh yozing, do'stlarga ulashing. Qolgan gaplarni asta-sekin gaplashaveramiz. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Do'stlar, Spark qatoridamiz. Birinchi mashinamiz yil 2018-yil Spark, pozitsiya 2 mexanika. Yurgani 137 ming bo'layapti do'stlar. Umuman motor hadavoyda kamchiliklari yo'q. ABS konditsionerlar ishlab turadi. Hop, kraskasi kalinkasida bor do'stlar. Petnosi bor ekan. Kraska emas, petno bor ekan. Hop, salon ichki qismi juda ham ideal holatda. Do'stlar, bu yerda mana yozib olganimga shu yerda ko'rsatib o'taylik. Kommentariyada yozyapsizlarda, nima u telefonga qarab, telefonda ma'lumotni olib olamizda, tezkorlik bilan bu narsa esimizda chiqib qolmasligi uchun yozib olamiz, iloji boricha o'qib beramiz. Xo'p, do'stlar, navorotda keladigan bo'lsak 906 pulti bor. Chexol poliklari bari bor ekan do'stlar. Mashina gaz o'rnatilmagan, benzin holatida turibdi do'stlar. Xo'p, pulga keladigan bo'lsak 7000 kami bor ekan. Kelishtirib beradigan joylari bor. Telefon raqam 93 946 36 60. Navbatdagi Spark mashinamiz yil 2019-yil do'stlar. Pozitsiyasi 2 mexanika. Hop, yurgani 133 ming. Mashinani motor qismi ABS konditsionerlari bor, ishlab turibdi. Motor hadavoyda ishi yo'q ekan. Hop. Mashina gaz o'rnatilmagan bunda ham, benzinda. Kraskasini aytib o'tay, bir qarich petnosi bor ekan do'stlar, oldi tomonda ozgina, lekin ko'rinmaydi, bilinmaydi. Xo'p, salon ichki qismi juda ham yaxshi holatda, qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganimiz yo'q. 905 pulti bor bunda ham. Cobalt diska balon o'rnatilgan va video registrator qo'yilgan do'stlar. Shuni ham aytib o'tishni lozim deb bilaman. Mashinani aytdim, benzindaligini. Puliga keladigan bo'lsak 7200 va kamiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 93 946 36 60. Keyingi Spark'imiz do'stlar, yili 2018. Pozitsiyasi 2 mexanikada. Hop, motor hadavoyda kamchiliklar yo'q. ABS konditsionerlari bor, ishlab turibdi. Hop, yurgani 161 ming do'stlar. Kraskasi toza deb atalayapti bu mashinamizni. Hop, mashina Cobalt diska balon, archa balonlar o'rnatib qo'yilgan. Cobalt diska archa balon o'rnatib qo'yilgan. Salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, deflektorlar almashtirilgan. Operatorimiz chiroyli qilib tasvirga olyaptilar. Qirilgan, chizilgan joylarni ko'rgam yo'q. Navorotini aytib o'taman. Hozir zavatib qo'yayotganmiz. Bardacho'y. Tagidagimi? Bo'ldi. Ana. Bo'ldi. Mashina zavatib qo'ydik. Qayerga keldik? Mashinani 906 pultini aytdim. Polik chexollar o'rnatib qo'yilgan ekan. Mashina gazi bor ekan do'stlar, pokoleniya. Hop. Ichki qismini yana bitta olamiz. O'rtada ozgina chalg'idik. Ichki qismini bittada olaylik-da.
Ozgina o'rtada chaliq edik. Tak mashina zavat qilib qo'ydikda. Xo'p, mashinani aytdim, deflektorlari bor. Tak Cobalt diska archa ballonlari aytdik. 906 pulti bor ekan do'stlar. Mexanika daragini aytdim. Chexol poliklari bor. Chexol poliklari bor. Tak orqadan banan stoplar o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Tak puliga keladigan bo'lsak 7300, kamiga o'tib beradigan joylari bor. Telefon raqam 93 946 36 60. Navbatdagi Spark do'stlar, yili 2018-yil, pozitsiyasi 2 mexanikada, yurgani 165 ming. Xo'p, ABS konditsionerlari bor, bunda ham ishlab turibdi. Motor ходовой qismida kamchiliklari yo'q. Hop, kraskalari toza deb atalyapti. Hop, yondan ham bir ko'rsatib o'taylik. Mashinani ichki qismlariga keladigan bo'lsak, qirilgan, chizilgan joylari yo'q do'stlar. Hop, qo'shimcha navorot aytaman, yumshoq balon o'rnatilgan. 905 pulti bor, chexol poliklari bor. Tak, gazi bor ekan do'stlar. Hozir orqaga ham o'tamiz. Hop, salon qismida kamchiligi yo'q, aytdim. Hop, pakeleniya gaz o'rnatilgan. Puli 7000 so'm, 7000 so'm deyman-a. $7000 aytilyapti kamiga. O'tib beriladigan joylari bor har doimgi do'stlar. Har bitta mashinamizni kamiga tushib beriladigan joylari bor. Telefon qilib gaplashasizlar, xudo xolasa kelishib qolsanglar, baribir chiroyli qilib yo'lida kelishtirib berishadi. Telefon raqam 93 946 36 60. Do'stlar, o'tirib gapirganimga nima o'tiryapti bu, tashqarida gapirsa bo'lmaydimi deb o'ylamanglar. Bu sizlarni ko'rayotganinglarda bir yoqimli bo'lish uchun, chunki tashqari juda ham shovqin. Buni bozorda bilganlar, bozorda yurganlar biladi. Chunki bu yerda radio uzilda ham gapirishyapti, odamlar shovqini, mashinalar signallari deganda ichkarida bo'lsak, tinchgina bo'ladi. Ovozim sizlarga chotki yasni eshitiladi. Avtomat Spark so'ragan do'stlarimizga hop topdik bitta. Yil 2017-yil. Pozitsiyasi o'sha aytilgandek avtomat, yurgani 108 ming. Mashinani hop motor qismida kamchiliklari yo'q, motor ходовойda. ABS konditsionerlari bor, ishlab turibdi do'stlar. Hop, kraskasi yo'q ekan, petnosi bor ekan ozgina. Oldi masada deyishdi, kapotida deyishdi. Lekin baribir xohlagan ustinglar bilan kelib, yurgan probegini va kraskani tekshirib o'rasizlar. Xo'p, navoroti yo'q mashinani. Tak, lekin ichki holatlari, qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganimiz yo'q. Zavodda qanday ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'z holicha. Hop, gazi. Tak, ichki qismini oldik. Endi tashqi tomondan aytadigan bo'lsak, hop, gazi metanda ekan. Puli 8000 kami bor deyapti. Bilmadim, bizga sal qimmatga o'xshayapti do'stlar. Baribir nima bo'lsa ham sizlarda o'ylaymiz. Qimmatini olyapsan yoki boshqa degan gaplar bo'lyapti. Lekin baribir shu qimmat bo'lsa, egalari bilan gaplashyapmiz, shu tobiki sizlarda o'ylab. Kimga qanaqa kommentariyada yozib qoldirasizlar. Kelishasizlar, xudo xohlasa, yo'lida tushib beradigan joylari bor. Telefon raqamini aytib o'taman: 33 229 0001. Do'stlar, navbatdagi Spark mashinamiz, ammo lekin degan joylarga avtomat emas ekan do'stlar. Bu safar sal kamroq avtomatlar chiqibdi, lekin qo'ldan kelgancha bormi? Sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, yil 2015, pozitsiyasi 2 mexanika. Hop, ABS konditsionerlari bor, ishlar ekan. Motor ходовой qismida kamchiliklari yo'q, ishi yo'q. Tak, yurganini aytaman, 44 ming do'stlar, 44 ming. Lekin doim aytamiz, biz sizlarga ma'lumot beruvchi, xohlagan usulda kraskasinimi, probeginimi xohlagan ustinglar bilan kelib tekshirtirib olishlar mumkin. Sizlarga yaqindan holatda qilib operatorimiz professional darajada olishga harakat qilyaptilar. Hop, mashinani navorotlari yo'q. Zavodda qanday chiqqan bo'lsa, o'zini holicha. Lekin mana salafarlar turibdi. Qirilgan, chizilgan, chaqa-puqa joylari yo'q mashinaning ichida ham. Hop, endi gaz yo'q ekan do'stlar. Benzinda mashina, shu tomonga e'tibor beramiz. Puliga keladigan bo'lsak, 7000 va kami bor ekan.
kelishasizlar, xudo xolasa. Kelishib qolsanglar, bundan ham kamiga olib ketishinglar mumkin. Telefon raqam 33 229 0001. Navbatdagi Spark'imiz do'stlar 2015-yil ishlab chiqarilgan mashina 2 mexanikada, ikkinchi pozitsiya mexanikada. Xo'p, yurgani 122 ming. ABS konditsioner ishlari yo'q. ABS konditsioner ishlab turibdi, ходовой motorda ishlari yo'q demoqchiman, uzr. Xo'p, kraska o'sha kapotida to'rdan bir qismida bor ekan. Tekshirtirib olishlar mumkin. Navorot yo'q. Bunda ham aytilgandek, shu salafallari turibdi. Hop, endi qirilgan, chizilgan joylarini ko'rganimiz yo'q. O'sha zavodda qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha qismlari, jihozlari o'zinikida turibdi. Tak, navorot yo'q aytildi. Mashina metani bor. Albatta gazi bor do'stlar. Puli 6600 so'ralyapti. Kamiga o'tib beradigan joylari bor. Telefon raqam 33 229 0001. Do'stlar, izlagan imkon topar degan maqol bor-ku. O'sha bo'yicha yaxshilab qidirib, yana baribir avtomatda so'raydigan obunachilarimiz ham ko'p. Sizlar uchun yana topdik. Xo'p, yili 2018 dan topdik. Pozitsiyasi 2 avtomat yevro. Yurgani 124 ming. ABS konditsionerlari bor. Motor ходовойda kamchiliklari yo'q. Kraskasi kapotda oldgina bor ekan, orqa bagaj kapotda bor ekan. Kapot oldida petno, orqa bagajda ham petno ekan. Hop, ichki qismini oladigan bo'lsak, ko'rsatadigan bo'lsak, tak. Navorotlari yo'q. Shu zavodda qanday ishlab chiqarilgan bo'lsa, o'sha jihozlari shu holatcha turibdi. Cobalt diska balon deyapti, uni ham ko'rsatib o'tasiz. Xo'p, Cobalt diska balonlar bor ekan, bunda qo'yilgan qo'shimchasi. Tak, gazi bor ekan do'stlar. Endi puli keladigan bo'lsak 7800 so'ralyapti, kamiga albatta tushib beriladigan joylari bor. Telefon raqam 90 088 0101. Bemalol aloqaga chiqib, egalari bilan berasizmi, qo'yasizmi deb gaplashib olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa albatta kimga nasib qilsa, chiroyli narx bilan kelishib olish nasib qilsa, hammaga nasib qilsin. Kim qanaqa mashinani olmoqchi, orzusidagi mashinani do'stlar, keling, kommentariy yozib o'ting, hammamizga nasib qilsin ilohim. Do'stlar, navbatdagi avtomat Spark'imiz yili 2012-yil ishlab chiqarilgan, yili eskiroq bo'lsin, ko'rsating deydigan do'stlarimizga 2012 pozitsiyasi avtomat, yurgani 270 ming. Tak, bunda konditsioner bor ekan, ABSlari yo'q ekan do'stlar. Motor ходовойda ishi yo'q. Tak, endi mashinani ichki qismlari yaxshi, o'rtacha holatda turibdi, yomon emas. Endi 2012-yil ishlab chiqarilgan mashina, lekin yomon emas. Qirilgan joylarni ko'rganim yo'q. Xo'p, navorotlari yo'q. O'ziniki, hamma qismlari, jihozlari. Mashina gaz o'rnatilmagan. Benzinda do'stlar. Puliga keladigan bo'lsak, 5500 barakasiga o'tib beriladigan joylari bor. Telefon raqam takrorlab o'taman, 90 088 0101. Do'stlar, egasi yo'q ekan, u obedga chiqib ketgan bo'lishi kerak. Avtomatidan topdik. Shu Bardoviy Svetdagi Spark'imiz. Ma'lumot tayyor ko'rsatilgan. 2017 kraskalar toza yozib qo'yishibdi. Yurgani 45 ming ekan. Endi egalari yo'qligi uchun narxi bilmadik do'stlar. Chunki mana bu birkada ham yozishmayapti. Telefon raqami aytaman, 94 759 73 73. Narxi yo'q. Agar kimga ko'ngliga manzur keladigan bo'lsa, telefon qilib so'rab olishlar mumkin. Mashina bor, egasi yo'q. Mashina avtomatda.